Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'qquvchimizdagi ukalar bugungi kunga mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan top-toza kraskasi yo'q. Qalbiylar rangida mana oppoqni. Bunga qiziq bo'ladigan bo'lsa, gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Navri, favoritigacha bor. Umuman kraska degan petno, chaqa-chuqa degan narsa 1200 ga qo'yilayotgan mashinamiz bugungi kunga aksiya bomba hali mashinalarimiz kelayotgan hisobidan shuncha yengil arzon qo'yib yuborishni boshladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bugungi kunga $500 qo'yib beramiz. $700 minus skidga ketyapti. 1200 emas, $500 ga. Bugungi kunga faqat 3-aprel kuni xudo xolasa. 3-aprel. 3-aprel, 4-aprelgacha tezlashamiz akalar mashinalar. Ha, 23-yil toza kraskasi yo'q. Petno ham yo'q, Riktovka ham yo'q. Ha, Riktovka toza o'ta go'zal. Toshkentdan joyi ham yo'q. Shuning uchun akalar haligina aksiya ketyapti, shuning uchun tezlashamiz. Qani bismillah deb aylanib ko'rib chiqishimiz mumkin, ha? Buyog'i radadadang, layklarni bosib turamiz akalar. Kelyapti shuncha akalar. Hamma mashinamiz arzon, yengil chiqyapti. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, Andijonni baxt nasos deb lakasaga yozadigan bo'lsanglar, to'g'ri chiqaradi. Hammaga omad, sog' bo'linglar.